Tibbiyot yo'nalishida dunyoviylikni ta'minlash. Tibbiyot yo'nalishida dunyoviylikni ta'minlash, sog'liqni saqlash tizimini tashkil etish, tibbiy xizmatlar ko'rsatish va tibbiy madaniyatni shakllantirishda ilmiy tadqiqotlar, dalillar, tibbiy odob qoidalari, fuqarolarning sog'liqni saqlash huquqlari ustuvorligi prinsiplariga tayanish asosida tashkil etiladi. Tibbiyot yo'nalishidagi dunyoviylikni ta'minlashning asosiy mexanizmlari quyidagilardan iborat: klinik va ilmiy tasdiqlangan muolajalar hamda dorilarni qo'llash bo'yicha ilmiy asoslanmagan qarashlarga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish, bemorlarning to'liq xabardorligi asosidagi tibbiy amaliyotlar o'tkazishga ixtiyoriy rozilik berishga to'sqinlik qilishning zararlarini tushuntirib borish, fuqarolarda noilmiy rasm-rusumlarga asoslangan muolajalar ilmiy davolash usullarining o'rnini bosa olmasligi haqida aniq tasavvurlarni shakllantirish, tibbiy amaliyot va tajribalar shaxs va jamiyat uchun foydali, insonning sog'lig'i yaxshilaydigan ishonchli mexanizmlarni joriy etish, har bir shaxsga ehtiyojiga mos tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun teng imkoniyatlar yaratish, aholi o'rtasida tibbiy davolashni rad etuvchi, jamoat salomatligini xavf ostida qoldiruvchi qarashlarni bartaraf etish bo'yicha tushuntirishlar olib borish, klinik tasdiqlanmagan davolash amaliyotlarini cheklash yuzasidan normativ-huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish, har qanday ilmiy asoslangan tibbiy yordam insonning hayoti uchun zaruriy chora ekanligini targ'ib qilish, insonning sog'lig'ini saqlash uchun tibbiy aralashuv zarur bo'lgan hollarda fuqarolarni tibbiy yordam ko'rsatilishini rad etishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tashkiliy va huquqiy choralar ko'rish, emlash, inson a'zolari transplantatsiyasi, qon quyish va boshqa tibbiy yordamni turli sabablarga ko'ra rad etgan shaxslar o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish, tibbiyot xodimlari tomonidan tibbiy yordam va tibbiy xizmat ko'rsatishda o'z e'tiqodidan kelib chiqib bemorlarning hayoti va sog'lig'iga, boshqa manfaatlariga daxl qiladigan har qanday harakatlarga harakatsizlik, yo'l qo'ymaslik yuzasidan normativ-huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish, xalq tabobati usullaridan qonunchilikda belgilangan tartibda foydalanish uchun imkoniyatlar yaratish.